O'tib beradigan joyingiz bo'lsa o'tib bering aka. Yo, endi juda yaxshi odam baraka topish kerak endi. Hech kim aytganiga sotmaydi aka. Voy, bo'g'ozlarni ham ichida ko'ryapsiz. Yo, endi bo'g'oz bo'lgani men aka. Shunda xursand bo'lishadimi? Videoga like tas bosish qo'yadi, xudo xolasa hammamizga ham manfaatli bo'lsin. Bor aka. Odamga yoqmaydigan qo'y yo'q ichida bir dona ham. Hammasi yiltir, chiroyli, osilgan dumba yo'q. Hammasi tikka, xudo xolasa o'ta go'zal. Lekin like bosish ochdan chiqmasin. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rgan odamlar afsuslanmaydi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turing. Xohlasa bunga Bahrom akamiz bilan chiroyli izoh Assalomu alaykum Eldorбек, yaxshi oldingiz, zo'msiz. Assalomu alaykum obunachilar, zo'msizlar. Rahmat, zo'msiz. Siz bilan ham ko'rish bo'lmas ekan-a? Ha, xudo xolasa endi boshlab oldik. Nasib ekan akalar, bugunga xudo xolasa chiroyli obzor qilib beramiz inshaalloh. Bugun 5 partiya qilib beramiz, chiroyli qilib. 5 partiya chiroyli qo'ylar bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib turishadi. Otanga rahmat deb like bosib, obuna qo'yasizlar xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p aka, birinchi partiyamizga bular asosan sog'liq shekilli-a? Asosan ular bitta Tianshan, o'sha liniyali qo'chqorimiz bitta. Bitta qo'chqorimiz bor. Xo'p, buni soni nechtagi sog'liqlar? Bu yerda 14 dona. 14 dona. Akalar mana dumba holatlarini ko'rishlaring mumkin. Sog'liqda endi asosan to'qliga o'tib qolgan tayyor. Birinchi o'rinda akalar dumbalarni aytamiz. Nimaga? Baribir hech kim go'shtga olmaydi. Go'shtga olmaydi, zotga olishadi. Bolasini olishadi akalar. O'shaning uchun dumbalari tik. Nasl olgani ham muammo bo'lmaydi inshaalloh. Umuman, birorta osilgan dumbasini qasi yo'q. Hammasi tik dumba, chiroyli, xudo xolasa hammasi go'zal. Bahrom aka, bular qachon keldi aka? Bular 4 kun bo'lib qoldi, sinovdan o'tdi. Sinovga 7 ish sog'ligiga 10 kun kafolatini beramiz. Xudo xolasa kamchiligi yo'q aka. Kamchiligi yo'q umuman, xudo xolasa. Barakasini bersin. Akalar mana ko'rishlaring mumkin. O'zi hammasi chos, xudo xolasa. Mana shu holatda ham o'zi qo'chqor qo'shsa bo'laveradigan holatda ekan. O'zi aslida tayyor. Ha, siz aytganda o'sha 2 oyda, 2-3 oyda qochib bo'ladi hammasi 2 oyda. Uzab kelsa 2 oyda. Endi buncha bo'g'oz yo'qdir-a, yo'qmi ekan? Mo'jit qochib qolgan bo'lishi mumkin. Allohga tavakkal. 50 ga 50. Akalar mana hozir holatda ham qo'shsa bo'ladi, lekin sentyabr o'tkazib qo'ysalaring haqiqiy suyagini buzib aka. Ha, xudo xolasa tayyor bo'ladi. Aha. Necha oylikka beramiz bularni? 8 oy, 9 oylikka beramiz atrofida. 8 oy atrofida mana hurmatli obunachilar. Uzunasiga ham, bo'ybastiga ham uni 100 dan ham bilib olsalaring bo'ladi. Kichkina qo'ymasligini hurmatli obunachilar mana. Yuzini yana bitta ko'rsatamiz mana. Inshaalloh sog'liq qidirib yurgan ko'kalarimiz bo'lsa, qo'ylari ma'qul kelishi kerak. Xudo xolasa. Rangi ham yomonmas ekanda chunki. Zo'r hammasi. Bitta ko'ki bor ichida. Ozg'in emas. Ozg'in emas. Et to'la akalar. Xudo xolasa, kelganda ham bir qator ko'rib olishlari mumkin. Qo'chqorni o'zi bir alohida tema. Nech pul qo'yamiz buni aka? Eldorбек, bular qo'zi hammasi, xudo xolasa 75 plyus minusga beramiz bo'ylarini. Aha. Bunaqa 5,5 52 yo'q, xudo xolasa 5 milliondan yetkazib olib beramiz, xudo xolasa. 5 million so'mdan xudo xolasa optimiga. Optimiga. Tanlov olganga nech puldan kelishinadimi yo? Tanlov olganga kelishamiz. Jechib chozmoz, hammasi bir xil bo'ladi. Sal kelishtirib berasiz. Qo'chqorni nech pul qo'yamiz aka? Qo'chqorda 10 millionga beramiz obunachilar. O'zi 1000 dollar. Obunachilaringizga xudo xolasa 10 millionga ketaveradi. Baronaga bitta ish qilaylik siz bilan. To'g'risi birinchi ishlashimiz. Birinchi ishlashimiz, xudo xolasa. Qo'chqor, so'liq, quyuq, suyuq bitta narx qo'yaylik. Aha. Maza qilsin aka. Sindirib beraymi narxda? Bitta sindiring aka. Qo'chqor so'liq aralashib ketsin. Obunachilaringizga yangi mehmonman, xudo xolasa, to'g'rimi? 4 million 900 ming so'm qo'chqor so'lig'i hammasi ketaveradi, xudo xolasa. Qo'chqor so'liq 4 million 900. 4 million 900 mingdan ketaveradi hammasi. O'tib beradigan joyimiz bormi yo bo'lishimi? Yo'q, yetkazib olib beramiz shunga. Qayergacha dastavka? Samarqandgacha dastavka ichida. Samarqandgacha dastavka. Ichida ketaveradi. Undan yo'q kelsinlar. Undan kelishamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bir kommentariyada fikr bildiringlar. 4 million 900 dan mana qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Inshaalloh qo'li uzun. Mana paxotkalarga ham bir alohida e'tibor berib qo'yinglar. Boqishga arziydi xudo xolasa. Joyingiz bo'lsa, sog'liq olaman degan niyatingiz bo'lsa, aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavkalari qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha, dunyo bo'ylab bor. O'sha O'zbekiston o'nakda bo'layotganmi, Qoraqalpog'istongacha olib borib beramiz. Kelishgan holda. Ha, kelishgan holda, xudo xolasa. Barakasini bersin. Akalar, ekranda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqib shoshilinglar. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Bundan kattaroq sog'liqlar chiqadi. Olib chiqamiz, ha? Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Bu partiyamizga semiz yiriklardan. Yiriklar, nasldorlar, o'sha seleksiya qilaman deganlarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Son nechta buni aka? 8 dona. Ozgina. Ozgina. 7 dona ekan, Eldorбек. 7 tami? Ha, 7 dona. Bir qo'ra rasa bir kishini qo'y. Hurmatli obunachilar, eng qizig'i bu partiyamizga ham sog'liq. Asosiysi mana tayyor. Buni endi bo'g'ozga beramiz, qisirga beramizmi aka? Bu ichida mana shu ikkitasi bor, mana ikkita yirigi. Ha. 2 oylik javob bo'g'oz deyishgan. Ha. Ha, tepasiga kelib ko'rishsin, bez
qo'shib qolgan, lekin biz mana shu qo'yga beramiz, xudo xolasa. Ha, tekshirib olish Ha, tekshirib olishaveradi, xudo xolasa. Akalar, Tish buzmagan, eng qizig'i hech qaysi tish buzmagan qo'zi. 10 oyda ustidami? 10 oy ustida. Shu 10 oy, 9 oy, 10 oy ustida. Endi akalar bularga berganlar bo'g'ozda beribdi. Mabodoga olasiz, o'zi sezon keldi. Xarid bor qarshi qo'chqor qo'shing, irg'is-irg'ida bo'lmasa tug'adi, xudo xolasa akalar. Lekin ana shu ikkita ko'rsatganlar haqiqatan semiz, yirik narsa ekan, Bahrom aka. Qolganlari ham hammasi sifatli, ichida nuqsoni bori yo'q. Hammasi go'zal, yiltir dumbalarini qarang, buni Eldorbek. Terib olingan shekilli. Terib olingan, 100 ta qo'y ichidan terib olingan bu qo'ylar. Mana akalar, u quloqlariga e'tibor beringlar. Mana mashq qo'y ham boshqacha ekan, yurishlari ham. Bo'lakcha. Seleksiya natijasi deyishgan, biz shu qo'yga olganmiz gap qisqasi. O, quloqni qaranglar akalar mana. Mana mashq qo'y. Chiroyli narsalar ekan, aka, yeb ichish yaxshimi? Yedish sog'lig'i o'sha sinovdan o'tdi. Garantiyasini beramiz 10 kunga. Endi akalar bu badanini ko'rib yedishini so'rash ham o'zi asli xato. Endi bir so'rab qo'yaveramiz. Yaltirashini qaranglar bularni. Qachon keldi o'zi bular aka? Bular 3 kun bo'ldi. Sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tdi. Xudo xolasa, issiq sovuqni ko'rib olgansiz. Ko'rib olganmiz. Qo'rqmay taqsaq bo'laveradi. Akalar mana dumbalar tik holatda. Narxidan boshlaylik, narxini nech pul deymiz? Narxini Eldorbek obunachilarimizga shu bir joyga 7 million yetkazib borib beramiz Samarqandgacha. 7 million so'mdan o'tib berasiz endi Bahrom aka. Eldorbek 6 million 900 ming olib bersam nima deysiz? O'tib bera olamizmi yo bo'lishimi? Yangisiga kelishtirib beraver. 6 million 800 ming baribir ekan. Dastlabki qayergacha? Samarqandgacha. Samarqandgacha 6 million 800 dan. Ag'i ham bor, kelishilgan holatda xolasa. Ya dastlabki hozir muammo emas akalar. Qo'y olish niyatingiz bo'lsa, qator mashina xohlasangiz har birini bittadan mashinaga chiqarib jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa, bitta ham sotaveramiz. Mana. Tanlab olish nech puldan? Tanlab olish 100 ming, 200 ming, plyus minus bor. Katta farqi yo'q unaqa. Ha, unda katta farqi yo'q. Barakasi. Ammo lekin ikkita bo'g'ozini o'zini olaman deysa, ular sal bo'ladi lekin. Ha, ozmoz kelishgan joylar. Kelishamiz, xudo xolasa. Mana. Akalar, imkoningiz bo'lsa tepasiga kelib ko'ring. Sababi ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushab olganga hech nima yetmaydi. 100 turib savdoni qilasiz. Odamga yoqmaydigan qo'y yo'q ichida bir dona ham. Hammasi yiltir, chiroyli, osilgan dumba yo'q. Hammasi tikka, xudo xolasa, o'ta go'zal. Bu videoni ko'rishadi-yu. Kommentariyga aniq bilaman, otangga rahmat, gap yo'q deb like bosib obuna qo'yishadi, xudo xolasa. Bu qo'ylar ichida nuqsoni bori, xunugi yo'q. Xudo xolasa, rahmat deyshadi hammalari. Inshaalloh. Hurmatli onajon, shunaqa gaplar. Olinglar, mabodo qo'chqoringiz bo'lmasa, qo'chqorani akamiz o'zlarida bor, ishlaringni bitkazib beradilar. Chorniy Pantera degani bor, Eldorbek, xudo xolasa, bor. Uni ham bor. Mashinaga moshidan-a? Shunga moshidan bor. Barakasi bersin. 95 plyusda. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi aka? Keyingi partiyamizga ham sog'liq, arashan sog'liqlar bormi? Bor. Ketdik. Akalar, kuzatib turinglar. Xudo xolasa, o'sha sizlar kutgan video bo'ladi bugun. Sizlardan hech nima ketmaydi. Bitta ozgina meni bitta like deb yozib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'yinglar. Bo'ldi, boshqa narsa talab qilinmaydi. Keyingi partiyamizni olib ko'rsatamiz. Olib chiqamiz, xudo xolasa. Ketdik. Hurmatli obunachilar, navbatdagi partiyamizga inshaalloh mana tilla ranglaridan. Tilla ranglaridan. Ertadan keyin inshaalloh sotsangiz ham tilla narxida sotish nasib qilsin. Aka, buni soni 4 dona ekan, ozgina. Bitta obunachingizni qo'ying. Yosh oyligini nima deymiz aka? 8 oy, 7 oy, 9 oylik atrofida. 7-8 oy oralig'ida. 7 oy plyus deylik. Ha, 7 oydan ko'p. Ha, 7 oydan oshgan akalar. O, bularni ham dumbalar tik. Hammasi chiroyli, xudo xolasa. Qachon keldi bular aka? Bularga 10 kun bo'ldi. Ha, endi qo'yyapmiz. Sinovdan o'tkazdik bularni. Kerakcha sinov olgansiz. Ha, kerakcha sinov oldik. Muammosi yo'qmi aka? Umuman muammosi yo'q. Yo'tal, po'tal, yedi, ichdi sog'ligi hamma yo'qi zo'r. Boqsa bo'ldi. Boqsa bo'ldi, tayyor. Barakasi bersin. Akalar, endi masalan sariq deymiz-u, sariqda ham sariq bor. Sariqda sarig'i bor. Rangi chiroyli ekan, tiniq ekan akalar. Yonga bitta yurgizing, bir tarafdan yonidan ko'rsin bitta. Kunduz issiqligini endi gapirmay qo'yaverasizlar akalar. Umuman bir 50 gradus kamida uryapti shekilli Bahram aka. Ha, o'zimni ham qana terlab ketganimda. Yo'q akalar, ob-havo haqiqatan qattiq isiyapti. Xonadonda konsertaydi. Alyo deysiz, qo'ylar yetib boradi inshaalloh. Uyingizga yetib boradi, eshigingiz tagini tushirib olsangiz bo'ldi. Tushirib ham berishadi. Hattoki shopirlarga aytaman, qamashib olishadi, xudo xolasa. Sharoit qarang, sharoit qarang. Konsertaydi, Alyo desangiz dastlabki bor akalar. Xo'p, yosh oyligini aytdik, bular endi qochmagandir aka? Yo'q, qochmagan. Kuziga xudo xolasa qochadi. Ha, bu bitta qo'chqor xolasmi ichida? Bitta qo'chqor 3 dona sog'liq. Bitta qo'chqor 3 dona sog'liq, haligi o'zidan o'zi ko'payaveradi. O'zidan ko'payaveradi, xudo xolasa, o'sha 4 tasini olib qo'yishadi. Tayyor. Akalar, hozir mana shunaqa sovuq sezon boshlandi. Endi bundan buyog'iga har kuni obunachilarimiz uchun kattami, kichigimi sovuq chiqarib beraveramiz. Bu sezon qo'l sezonga o'xshab 2 oy davom etmaydi. Ha. 1 oyda oladiganingiz bo'lishi kerak. Xudo xolasa. Ulgurib qolishadi, ozgina, bunday chiroyli kamdan kam keladi. Xudo xolasa, juda chiroyli boqib rahmat deyishadi. Telefon qilib sizga ham aytishadi, menga ham aytishadi, xudo xolasa. Shunaqa darajada yaxshi uzun qo'ylar. Avgustga o'tib yo'q bu qo'ylar akalar. Yo'q, umuman. Mana shu iyulgacha olinglar. Nech pul qo'yamiz Bahram aka?
Buni ko'ryapman. 56, 55 qo'yishyapti, unaqa narx yo'q. 5 million so'mdan hammasi bir joyga ketaveradi Samarqandgacha. Xayri bormi, o'tib bera olmaymizmi? O'tib beraymi? Sal Yangi mana, kestirib. to'g'rimi? Ha. 200 ming foyda qilmay, 100 ming so'm foyda qilay. Xo'p. 49 dan qilib beramiz sizga. 49 dan. Xohlasa, bor ekan. Akalar. 4 million 900 dan optim bir joyga olgan. Realni arzon lekin. Dastavkalarni uyushtirib beriladi. Qilib beramiz, xudo xohlasa. Samarqandgacha? Samarqandgacha. Yo'q, Undan kelishamiz. Shunaqa gaplar akalar. Rangi chiroyligidan, mana shunaqa sog'lomidan, ishonchlisidan qidirib yurgan ukalarimizga joy tayin akalar, odami tayin mana. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa kafolat beriladi, dastavkalarni uyushtirib beriladi. Muammosi yo'q tarafdan. Muammosi yo'q, umuman. Yerda ishda sog'ligi sinovdan o'tdi. 2 karra, 3 karra o'tdi, xudo Xudo xohlasa. xohlasa. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi aka? Keyingi partiyasi bundan 8 so'ra bir partiya qoldi, shu bilan tugadi. Olib chiqamiz a? To'g'ri. Ketdik. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga ona bola deganlarga ona bolasidan, qo'zi deganlarga qo'zisidan, Hammasidan bor. hammasidan bor. Bular qo'zilar emas, urg'ochimi yo qo'chqori ham bor? Hop, bitta qorasi qo'chqor, 5 tasi urg'ochi. 5 ta urg'ochi. Xudo xolasa bolasini olib yursa bo'laveradi. Bo'laveradi. Tarbiya qila olaman degan obunachilarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Qachon keldi bular aka? Bular sinovda o'tdi, 3 kun bo'ldi bular ham. Bir xil. Hammasi qo'rqmay tavsiya qilsak tavsiya qilaveramiz. Xudo xolasa mana akalar, Qur'ani hozir videoni oxirida iloji boricha ko'rsatamiz. Nimaga? Yil 12 oy keling akalar, qo'ydan muammo yo'q. Qo'y olaman degan fikringiz bo'lsa, go'shtga deganlarga go'shtga, Hammasidan bor. naslga deganlarga naslga, mini qo'y bozor hosil qilib qo'yishgan shu To'g'onning o'zida mini qo'y bozor qilib qo'yishgan akalar. Inshaalloh kelasizlar, tepasida yoqtirgan qo'ylaring tanlang. Mabodo chiqmay qolsa ham shu atrofdan ishlaring bitirib berishadi akalar. Topib beraman. Xudo xolasa, avvalo Xudo topib beramiz. Endi haligi dengizga borib cho'milmay kelsa uyat bo'ladi Uyat bo'ladi, ha. Teparo'ng kelib agar qo'ysiz ketib qolsa, qo'ysiz ketkizib yuborsalar uyat bo'ladi. Umuman, xudo xolasa, aytgan qo'ylarda, aytgan metrlarida metr plus zotga, potga hammasidan bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shunaqa gaplar. Tepa Qo'rg'on haligi qo'y markazi bo'lib qoldi desa ham bo'lar. Aynan biz tuman. Ha. Kelsalaring, xudo xolasa ishlaring bitadi. Ish bitadi, xudo xolasa. Nech oylik deb beramiz bularni? 4 oy plus 3 oy 3,5 plusda-da, xudo xolasa. 100 kundan o'tgan. 100 kundan o'tgan, xudo 100 xolasa. kundan o'tgan mana akalar. Ranglarini ko'rib turibsizlar. 5 tasi urg'ochi sariqlarimiz, shu bitta jo'na olingan qo'chqorchamiz. Qo'chqorcha, chekkadagi qo'chqorcha. Xo'p, nech bilan qo'yamiz buni, Baram aka? Bularni narxi 4 million 42 yo'q, xudo xolasa. 3 million 900 mingga ketaveradi, Eldor. 3 million 900 dan optimigan. Optimiga yo'q, ona bola alohida. Yo'q, qo'zilar optimigan. Qo'zilar optimiga, xudo xolasa. Sal kelishtiramizmi yo bo'lishimi? Siz obunachilarni o'tib beraman. O'tib bering, akaligim, olsin. 800 mingdan Samarqandga tashlashga ketaveradi. Optimiga xayri bor. Optimiga xayri ham bor. Bor ekan. Akalar 3 million 800 ming so'm, xudo xolasa aloqaga chiqib savdosini qilib. Ona bolamiz ham 9,5 9 yo'q, xudo xolasa 8 million 500 ming so'mga Samarqandga dastavkasi ichida ularga kelishadi. Yosh shekilli ona ham. Onasi ekitishga hali chiqargan yo'q. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'lishi ham mumkin, qo'shqorchida yurgan. Ha, tekshirib olishadi uni. Tekshirib olishadi, xolasa. Shunaqa gaplar akalar mana. Oldiga birinchi qoringa bolasi tushibdi, ikkinchi qorinni endi tekshirib olishadi, xolasa. Xolasa. Videoni oxirigacha ko'rganlarga otangizga rahmat, sizlarga ham rahmat deymiz, lekin like bosish oshdan chiqmasin. His qilsa, videoni oxirigacha ko'rgan odamlar afsuslanmaydi. Afsuslanmaydigan qo'ylar chiqdi, xudo xolasa. Albatta. Akalar, shunaqa gaplar. Nomerlarni saqlanib qo'yinglar. Vaqti bemahal qo'y kerak bo'lganda, qo'zi deysizlarmi, yirigidan deysizlarmi? Hammasidan bo'ladi. Aloqadalar. Hammasidan topib beramiz, xudo xolasa.